Assalomu alaykum, sizlar bilan Shart Trading Online Akademiyasi. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotganlar va bevosita Shart Trading jamoamiz a'zolari barchangizga assalomu alaykum deymiz. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan MyGo sayti orqali yashash joyida ma'lumotnoma olishni o'rganamiz. Qisqa muddat ichida qanday qilib yashash joyidan spravka, ya'ni ma'lumotnoma yuklab olsak bo'ladi. O'zi bu nimaga kerak bizga? Birinchi navbatda siz yashayotgan manzilingizdagi ma'lumotnoma bu onlayn brokerlar orqali ro'yxatdan o'tganingizda yoki bo'lmasa pul ishlashingiz mumkin bo'lgan proyektlar, loyihalar mana shu joyda ro'yxatdan o'tganingizda sizni yashash joyingizni tasdiqlashingiz uchun kerak bo'ladi. Bevosita bu har bir brokerda qolaversa, RoboForex brokerda ham verifikatsiyadan o'tayotganingizda aynan yashash joyingizdan ma'lumotnoma so'raydi. Ya'ni haqiqatdan ham pasport bo'yicha o'sha adresda yashaydimi bu odam yoki yashamaydimi? Shuni tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi. Ya'ni shunaqa hujjat so'raganda atiga 2 daqiqaning ichida qanday qilib yuklab olish mumkinligini men sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, tayyor bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, sizlar bilan boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda Google ekranimizda poyezd joyiga mygo.uz deb yozamiz. Shunaqa yozganimizdan keyin quyidagicha bizga sayt chiqadi. Birinchida chiqqan mana bu mygo.uz saytiga kiramiz, ya'ni ustiga bir marta bosib kiramiz. Bizda quyidagicha oyna ochiladi. Ya'ni MyGo'da ilovasi ham bor, sayti ham bor. Xohling ilovasidan kiring, xohling saytidan kiring. Farqi yo'q. Ichidagi tuzilmalari, ya'ni struktura tuzilmalari, dizayni hammasi bir xil. Ya'ni biz qiynalmasligimiz uchun MyGo'da saytini ichki tuzilmasini ham, ilovasini ichini ham bir xil qilib qo'yishgan. Ya'ni bo'limlar ketma-ketligigacha bir xil. Demak, kirganimizdan keyin o'ng tomon yuqorida hop, mana bu joyda o'ng tomon yuqorida shaxsiy kabinet degan tugmacha bor. Mana shuni ustiga bir marta bosamiz va shaxsiy kabinetimizga kirishimiz kerak. Buning uchun OneID orqali kirish bor va MyID orqali kirish bor. Eng osoni bu OneID orqali kirish. OneID orqali kirish ustiga bir marta bosamiz. Bizda quyidagicha oyna ochiladi. Ya'ni loginingiz va parolingizni kirgizing deyapti. Men avval ro'yxatdan o'tganligim uchun loginim ham bor, parolim ham bor. Endi sizda bu narsalar bo'lmasa, agar siz OneID da ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz nima qilamiz? Pastroqda ro'yxatdan o'tish degan tugmacha turibdi. Ya'ni mana bu joyda ro'yxatdan o'tish degan tugmacha bor. Mana shuni ustiga bir marta bosamiz. Bu OneID dan ro'yxatdan o'tmaganlar uchun. Va tizimda ro'yxatdan o'tishda men foydalanuvchi shartlarni qabul qilaman ustiga bir marta bitishgani bosib, ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosasiz. Va mana shu joyda ikki xil yo'l bor ro'yxatdan o'tish. Birinchi standart ro'yxatdan o'tish, bu eng oson usuli. Va ERI bilan ro'yxatdan o'tish. Bu ERI bu elektron kalit orqali. Bu narsa oddiy fuqarolarda kamdan-kam uchrab turadi. Sababi hamma ham borib elektron imzo olib kelmasa kerak. To'g'rimi? Davlat xizmatlaridan juda ham kamdan-kam, lekin standart ro'yxatdan o'tish, ya'ni pasport bo'yicha ro'yxatdan o'tish. Bu joyda pasportlarning JSHL ma'lumotlarini kirgizasizlar. Bu ko'k pasportda ham, ID kartada ham bir xil. O'sha 14 talik son. Agar JSHL nimaligini bilmasalaring, shunchaki pasportlarning agar ID bo'ladigan bo'lsa, orqa tomonini ochsalaring 14 talik raqami bor. Shuni kirgizasizlar. Agar ko'k pasport, eski nusxadagi ko'k pasport bo'lsa, pasportlarning rasmi bor joyini ochib, pastga qarasalaring ko'pgina raqamlar yozilgani, shuni oxiridan, ya'ni o'ng tomon oxiridan ikkita raqam tashlab olib, chapga qarab 14 ta sanasalaring JSHL'lar chiqadi. Shu yerga JSHL'larni kirgizasizlar. 14 talik raqam kirgizasizlar. Bu joyga esa pasport seriyasi va raqamni kiritishlaring kerak bo'ladi. Pasport seriya va raqamlarini kiritasizlar. Ya'ni etiketda necha bo'lsa ham men taxmin holatda urdim. Kiritgandan keyin telefon raqamlarini kiritasizlar. Misol uchun 99 999 99 99. Men misol uchun kiritdim. Va SMS yuborishni bosadigan bo'lsalaring, sizlar ro'yxatdan o'tganlaringda mana shu kiritgan raqamlaringiz ishlayotgan raqam bo'lsa, o'zlaringniki OneID da logini bilan parolini jo'natadi sizga. Ya'ni OneID saytingiz kabinetingizda login parolini jo'natadi. Ana shu login parolni olib, keyin login parolingizni olganingizdan keyin mana bu joyga yana qaytib kelib, ya'ni mana shu joyga qaytib kelasizda, OneID orqali kirish qilasiz va mana bu joyga loginingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Loginda ikkinchisiga parolni kiritasiz, ya'ni SMS orqali kelgan login parolni kiritishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin kirish tugmachasini bosamiz. Kirish tugmachasini bosgandan so'ng mana shu holatda kabinetlaringga kirasizlar. Ya'ni kabinetlarga kirdilaring, chap tomonda sizlar ma'lumotlaring bo'ladi. Men hozir bekitib qo'ydim buni, shaxsiy ma'lumotlar. Xo'p, mana bu joyda o'rtada xizmatlar bo'yicha nima qidirish bor. Ya'ni nimani izlayapsiz, sizga nima kerak? Bu yerdan bizga yashash joyidan ma'lumotnoma kerakmi?
yashash desak, mana yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma xizmat chiqdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz va bizda quyidagicha oyna ochiladi. Ya'ni yashash joyidan ma'lumotnoma olish oynasi. Bu joyda mana bu xizmatdan foydalanish degan tugmacha bor. Shuni ustiga bir marta bosamiz va bizni yashash joyidan ma'lumotnomamiz yuklab olinadi. Ya'ni xizmatdan foydalanish ustiga bossangiz sizga adreslar chiqadi, yuklab olish chiqadi yoki bo'lmasam nima, shunchaki kopiya qilib olish chiqadi. O'sha yerdan yuklab olishni bosasiz, sizga PDF holatda yashash joyida ma'lumotnomangiz yuklab olinadi va shu ma'lumotnomani istalgan joyga, farqi yo'q, davlat tashkilotlari bo'ladimi, xususiy korxonalar bo'ladimi yoki elektron to'lov tizimlarida bo'ladimi yoki bo'lmasam turli xil kompaniyalardan ro'yxatga o'tasizmi, brokerlardan ro'yxatga o'tasizmi, u RoboForex bo'lsin, boshqa brokerlar bo'lsin, xorijiy brokerlar, farqi yo'q, hammasiga o'tadi. Ya'ni sizni pasportingiz bo'yicha birga bir shuni tasdiqlaydi. Nimaga aynan bu ma'lumotnoma kerak sizga? Chunki avvalgi ko'k pasportlarimiz, eski nusxadagi pasportlarimiz orqa tomoniga pechat bosiladi, ya'ni propiska. Bilsalaring kerak, mahalladan uchetga qo'yilardi, propiska bosilardi, pechat urilardi, xullas va hokazo ishlar bo'lardi. Shuni tasdig'ini ko'rsa pechatni o'taverardi. Endi hozir unaqa pechatlar yo'q, qog'ozbozlik yo'q, hamma yo'q, elektronik ko'rinishda. Shunchaki MyGo'da kabinetingizga kirasiz, yashash joyidagi ma'lumotlarni shuni elektronikdan olib yuklab, istalgan aytayman, xususiy kompaniyalarga bilan davlat tashkilotiga yuklab olsangiz saytiga, ya'ni sizdan tasdiqlash uchun so'ralgan bo'lsa, yuklasangiz bemalol birga bir o'taveradi bu. Bu narsada muammo bo'lmaydi. Xususan RoboForex brokerda agar ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ro'yxatdan o'tib ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu joyda Sharp Trading kanalimizga obuna bo'lib kirgan bo'lsa, YouTube kanalimizda bor. Boshida videosi chiqadi. Men RoboForexdan to'liq ro'yxatdan o'tish. Shu joydan verifikatsiya bo'limida so'raydi shu narsani. Ya'ni yashash joyidan ma'lumotnomani yuklang. Nima bilan tasdiqlaysiz? Aytaylik, elektron chekni yuklaysizmi deydi yoki bo'lmasa svetga to'lagan yoki gazga to'lagan chekni yuklaysizmi deydi. Eng osoni MyGo'dan olgan ma'lumotnomangizni shuni yuklasangiz 10 daqiqaga qolmasdan shuni verifikatsiyadan siz o'tkazib qo'yadi. Ya'ni ortiqcha muammo bo'lmaydi. Agar birorta tushunmagan joylaring bo'lsa, savollar bo'lsa bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Siz bizni Sharp Trading YouTube kanalini agar mobodo bexosdan uchratib qo'ygan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmas. Agar avvaldan kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar. Like va komment esdan chiqib qolmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video darsimizda Xudo xohlasa ko'pchilik talablariga binoan RoboForex brokeridan Centavoy shot ochish, Centavoy shotning farqi nima, qanday qilib eng oson tarzda verifikatsiyadan o'tish mumkin, qanday qilib pul chiqarishda hech qanaqa muammolarsiz pulni oson 3-4 sekundga qolmasdan chiqarib olish usullari barchasi haqida batafsil tushuntirib beraman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.